Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, ikkita K3 mashinamiz sotuvda turibdi. Bu 2023-yilda ishlab chiqarilgan Prestige komplektatsiyada 1.6 motor. Demak, ikkinchi pokoleniya. Bu ikkinchi mashinamiz. Demak, 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham Prestige komplektatsiyada turibdi. Xo'p, bu oq qora salon. Bu metalka desa bo'ladi. Bu ham qora salonga turibdi. Bir ichini ko'rsataman. Demak, buni probegi 139.435 yurgan. Komplektatsiyalari zo'r, Abduf Abagrev, demak, drive mod, rol isitishi, konditsionerlari ishlashi zo'r. Mashinaning holati zo'r, birorta kraska yo'q bunga. Demak, 2022-yilda mashinaning ichki qismini bir ko'rsatib o'taman. Buni probegi 144.000 dan sal ziyod yurgan. Buni ham komplektatsiyalari anchagina yaxshi. Abduf Abagrev, demak, rolni qizitishi, konditsionerlar ishlashi, navigatsiya hammasi joyida. Bo'lmasa Leonex Avtoga aloqaga chiqib borasizlar. Chiroyli narxlarda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.